Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, boshlaymiz. Bugun Oila kodeksi 1-36-moddagacha. Xo'sh, bismillah boshlaymiz. Oila to'g'risidagi qonunchilik hamda uning vazifalari. Birinchi modda oila to'g'risidagi qonunchilik va uning vazifalari. Vazifasi nima bo'ladi? Oilani mustahkamlash, ikki shaxs o'rtasidagi nima deydi? Munosabatlarni tartibga solish, ya'ni er va xotin o'rtasida va shuningdek oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, huquqlarni to'sqinliksiz amalga oshirishni ta'minlash hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi modda nima haqida? Ikkinchi modda oilaviy munosabatlarda ayol va erkakning teng huquqliligi. Uchinchi moddaga e'tibor qilsak, oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi. Xo'p, ayol va erkak hamda fuqarolarning teng huquqliligi deyapti. Endi e'tibor qilishimiz kerak, nimaga bularni ajratib beryapti? Ayol va erkak fuqaro emasmi? Xo'p, buni endi biz chuqurroq qarab o'tamiz. Ayol va erkakning teng huquqliligi deganda ularni oiladagi ikkalasining darajasi teng ekanligini bildiryapti. Bizda masalan jamiyatimizda shunaqangi bir tushuncha mavjud. Ayol kishi huquqiy jihatdan erkak kishidan pastroq darajada turadi, lekin huquqiy jihatdan olib qaralsa, konstitutsiyada, qonunlarda belgilanishicha, ikkalasi oilaviy munosabatlarda teng huquqqa ega. Ya'ni erkak kishi qanchalik huquqqa ega bo'lsa, ayol kishi ham shunchalik huquqqa ega hisoblanadi. Bu qonuniy jihatdan olib qaralsa shunaqa. Xo'p, ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzilgan ittifoq bu nikohlangan deb ataladi, ya'ni o'sha nikoh deb ataladi. Xo'p, er va xotinni shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi ichki oilaviy munosabatlarni, masalalarni o'zaro kelishuv bilan hal qilinishi, aynan ularning huquqlari teng ekanligini bildiradi. Xo'sh, 3-modda oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi. Endi fuqarolarning teng huquqliligi deganda nima nazarda tutyapti? Barcha fuqarolar oilaviy munosabatlarda teng huquqqa egalar. Xo'p, demak, fuqarolarning barchasi oilaviy munosabatda teng huquqqa ega ekan. Bu nima degani? Xo'p, nikoh tuzish jarayonida fuqarolarni ijtimoiy kelib chiqishi, tili, dini, xo'p, mavqei, e'tiqodi ularning nikoh tuzilishiga bevosita yoki bilvosita cheklanishiga sabab bo'lmaydi. Ya'ni diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Xo'p, demak, nima degani? Xo'p, oq tanli odam qora tanli insonga uylanishiga to'sqinlik qiluvchi bir qonun yo'q demoqchi. Ya'ni xohlasa ikkalasi nikoh tuzib ketaveradi. Yoki xristian, buddist bilan birga nikoh qurib ketishi taqiqlangan degan modda yo'q. Yoki shunaqangi qonunchilikda taqiq yo'q degan ma'noni bildiradi. Ya'ni xuddi shu narsa fuqarolarning teng huquqliligi degan nazarda tutilyapti. Xo'p, oilaviy munosabatlarda fuqarolarning huquqlari faqat qonunga asosan boshqalarni, ya'ni ikkala tomonni sha'ni qadr, oila a'zolarining sha'ni qadr qimmatini himoya qilish maqsadida o'sha ma'lum bir me'yorda cheklanishi mumkin. Bu nima degani? Ayrim oila a'zolarining huquqlari, xo'p, oiladagi ma'lum bir shaxslarning huquqini himoya qilish uchun cheklanishi mumkin. Xo'p, qanaqa holatda cheklanadi degan savol kelib chiqishi mumkin. Masalan, ota-onalik huquqidan mahrum qilish. Nimaga mahrum qilinadi? Bolaning, xo'p, axloqiga, mana bu yerga e'tibor qilamiz. Mana bu axloqi deyilgan. Axloqiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan holatda. Haddan tashqari ichsa, ko'p cheksa, xo'p, mana shu holatda xo'p, avval srok beriladi. Srokdan keyin ota-onalik huquqidan mahrum qilinadi. Agar o'sha yana tarbiyasi o'zgarmasa, otani yoki onani unga ota-onalik huquqidan mahrum qilinadi va bolani undan ajratib olinadi. Chunki agar u otasi bilan birga yashayversa agar, xo'p, uni axloqiga otasi yomon ta'sir qilib, aynan bolani ham shu yo'lga tortib ketishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. 4-modda oilaning onalik, otalik va bolalikning muhofaza qilinishi. Xo'sh, O'zbekiston Respublikasida oila, onalik, otalik va bolalik davlat himoyasidadir deb aytib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida onalik va otalik izzat ikromga, hurmatga sazovordir. Ya'ni bu nima degani? Hatto ota-onalikni izzat ikromga sazovor ekanligi qonunchiligimizda ham belgilangan. Ona va bola manfaatlarini muhofaza qilish, ayollarning mehnati va sog'lig'ini saqlashga doir maxsus tadbirlar ko'rish, mehnatni onalik bilan bog'lab qo'shib olib borish uchun ayollarga sharoit yaratish. Xo'p, bularning barchasi nima? Bu onalikni qanaqa qilib davlat qo'llab-quvvatlayapti? Shuni aytyapti. Qanaqa qo'llab-quvvatlayotgan ekan? Hatto ayollar homiladorlik vaqtida ham shu bilan birga ishini yo'qotmasdan o'z ishini davom ettirish uchun dekret deydi, maternity leave inglizchadan olib qaralsa, mana shunaqa xo'p, ta'tillar berilyapti. Ya'ni onalik ta'tili deb ataladi, bu shunaqangi ta'til beriladi. Xo'p, bu paytda ham u to'lov oladi ma'lum bir miqdorda, ya'ni o'sha pul to'lanadi oyligi. Xo'p, undan tashqari uni ishdan haydash mumkin emas. Ishi bilan birga o'sha onalik hayotini ham olib borishga
davlat yordam beradi, sog'liqni saqlashga qanaqadir imtiyozlar belgilab qo'yilgan hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Endi ko'p bolali oilalarni ijtimoiy muhofaza qilish. Xo'p, ijtimoiy muhofaza qilish. Ijtimoiy muhofaza qilish degani, xo'p, ijtimoiy yordam berish desak ham bo'ladi. Ijtimoiy jihatdan o'z qaramog'iga olish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, ko'p bolali oila nima? Mana shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak va buni yodda saqlashimiz kerak. Ko'p bolali oila bu 4 nafar deb yozilgan va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan. Necha yoshga? 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lgan oila ko'p bolali oiladir. Xo'p, ko'p bolali oila nima ekan? 4 nafar yoki undan ko'p. Demak, minimum 4 nafar 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lsa yoki undan ko'p 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lsa. Xo'p, yanachi davomiga qaraymiz. Yoki deyapti, agar 4 nafar bo'lsa-yu va undan ortiq bolalar bo'lsa, yoki uni bir nafari universitetda o'qisa, oliy ta'lim muassasasida yoki litseyda o'qisa, yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qisa va u kontraktda kunduzgi holatda o'qigan taqdirda 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, e'tibor qilamiz, ikkinchi yosh kelyapti. 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu oila ham ko'p bolali oila deb hisoblanadi. Endi demak, ko'p bolali oilani sharti ikkita bo'ldi. Qanaqa? 4 ta bo'lishi kerak. 18 yoshga to'lmagan bola. Xo'p, agarki 4 ta bo'lsa-yu, lekin ulardan bittasi 18 yoshdan katta bo'lsa, qachon ular ko'p bolali oila bo'lishi mumkin? Qachonki o'sha 18 yoshdan katta bola universitetni kunduzgi shaklida o'qisa yoki litseyni kunduzgi shaklida o'qisa va 22 dan oshmagan bo'lsa, shundagina yana bu ko'p bolali oila deb tan olinib, unga imtiyozlar beriladi va ijtimoiy muhofazaga olinadi. Xo'p, davlat ko'p bolali oilalarga qonunchilikka muvofiq imtiyoz va ijtimoiy kafolat berilishini ta'minlaydi. Yaxshi. Davom etamiz. 5-modda. Oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadigan munosabatlar. Xo'p, oila kodeksi bilan tartibga solinadigan munosabatlar nima? Chiroyli qilib aytsam, mana shuni tushunib olish kerak. Xo'p, oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadigan munosabatlar. Birinchisi, nikoh tuzish yoki nikohni tugatish va uni haqiqiy emas deb topish shartlarini belgilash. Demak, oila kodeksi nikohga oid barcha narsani tartibga solar ekan. Bir, nikoh. Ikkinchisi, oila a'zolari bitta sanab o'tilgan. Xo'p, o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solar ekan. Xo'sh, nima qilamiz? Qonunchilik nazarda tutilgan hollarda qarindoshlarni ham o'zga shaxslar o'rtasidagi shaxsiy, nomulkiy va mulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Demak, qaraymiz. Qarindoshlar, oila a'zolari o'rtasidagi shaxsiy, nomulkiy va mulkiy munosabatlar nima bilan tartibga solinadi? Oila kodeksi bilan tartibga solinyapti. Yana nima tartibga solinyapti oila kodeksi bilan? Oila kodeksi bilan nikohga oid barcha narsa. Uni tuzish, tugatish, haqiqiyligini tasdiqlash. Bu ham oila kodeksi bilan tartibga solinyapti. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, endi yana nima? Xo'p, ota-onalik huquqidan mahrum qilish, xo'sh, keyin fuqarolik holatdan, ya'ni FHDOdan ro'yxatdan o'tish kabi narsalar ham oila kodeksi bilan tartibga solinadi. Oilaviy munosabatlarga nisbatan fuqarolik qonunchiligini qo'llanilishi. Demak, endi oilaviy munosabatlarda aynan fuqarolik qonunchiligi qanday qo'llaniladi? Qaysi holatlarda oila kodeksi qo'llaniladi demoqchi. Chiroyli lo'nda qilib aytganda. Oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinmagan oila a'zolari o'rtasidagi mulkiy va shaxsiy nomulkiy, qanaqa ekan? Shaxsiy nomulkiy va mulkiy munosabatlarga nisbatan fuqarolik qonunchiligi, xo'p, oilaviy munosabatlarning mohiyatiga zid kelmagan taqdirdagina qo'llaniladi. Demak, oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinmagan oila a'zolari o'rtasidagi mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarga nisbatan fuqarolik. Qaranglar, oilaviy munosabatlarga nisbatan fuqarolik qonunchiligining qo'llanilishi deyilyapti. Adashman, oila kodeksining qo'llanilishi deyapman. Fuqarolik qonunchiligi deganda fuqarolik kodeksini qachon oilaviy munosabatlarga nisbatan qo'llaymiz? Shunday holatlar mavjud. Aynan oila kodeksi qamrab ola olmaydi va bunda biz o'z javobimizni fuqarolik kodeksidan qidirishga harakat qilib ko'ramiz. Chunki fuqarolik kodeksidan bunga doir ko'plab ma'lumotlar berilgan, ya'ni o'sha sohalar qamrab olingan hisoblanadi. Xo'sh, unda qaraymiz, agar oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinmagan bo'lsa, oila kodeksiga zid bo'lmasa, aynan fuqarolik kodeksidagi mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarga nisbatan xo'p, ya'ni o'sha fuqarolik qonunchiligini oilaviy munosabatlarga nisbatan qo'llashimiz mumkin ekan. 7-modda oila to'g'risidagi va fuqarolik qonunchiligining o'xshashlik bo'yicha qo'llanilishi. Demak, oila kodeksi hamda fuqarolikda
o'xshash bir mavzu bo'ladi, o'xshash bir tomoni bo'ladi va u aynan oila kodeksida to'laligicha yoritilmagan bo'ladi. Lekin fuqarolik kodeksida bunga yechim mavjud bo'lganligi sababli fuqarolik kodeksidan foydalaniladi. Bu narsa qonun o'xshashligi deb ataladi. Xo'p, mana bu yerda aytib o'tilgan qonun o'xshashligi. Xo'p, mohiyati jihatdan ushbu munosabatlarga zid kelmaydigan oila to'g'risidagi va fuqarolik qonunchiligining o'xshash munosabatlarni tartibga soluvchi normalari. Demak, mohiyati jihatdan o'xshash fuqarolik kodeksida ham, oila kodeksida ham. Va bular bir-birini zid kelmagan taqdirda oila to'g'risidagi qonun, o'sha oila to'g'risidagi munosabatda ham qo'llaniladi va bu qonun o'xshashligi sifatida qo'llaniladi demoqchi. Mana qonun o'xshashligi sifatida qo'llaniladi. Endi bunday normalar bo'lmagan taqdirda oila a'zolari huquqlari va majburiyatlari oila hamda fuqarolik huquqining umumiy tamoyillariga, demak, fuqarolikni nimasiga? Umumiy tamoyiliga tayangan holda huquq o'xshashligiga olib keladi. Demak, huquq o'xshashligi bo'lar ekan. Xo'p, bunda huquq o'xshashligi va qonun o'xshashligini farqli tomonini ko'rib chiqishimiz kerak. 8-modda oilaviy munosabatlarda mahalliy urf-odat va an'analarning qo'llanilishi. Xo'sh, 8-modda. Bu nima degani? 8-moddada aynan xo'p, bizda o'zbek mentalitetida aynan urf-odat va an'analar azal-azaldan shakllanib kelgan. Shu uchun hatto ular bizda masalan hattoki shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Qonun tartibga sola olmaydigan munosabatlarni aynan bizning o'sha azaldan qolib kelgan an'analarimiz orqali tartibga solish mumkin va bunda mahalliy komitetining roli katta bo'ladi. Shunda shu mahalliy urf-odat va an'analarga qo'llangan holda, xo'p, oila qonunchiligiga zid bo'lmagan taqdirda shuni bir nimalari qo'llaniladi. Tamoyillarga tayangan holda ma'lum bir qaror chiqariladi. 9-modda xalqaro shartnoma to'g'risida O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasi oila to'g'risidagi qonunchiligidagidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, ya'ni xalqaro shartnoma qoidalarini qo'llanadi. Doim bor bu narsa, ya'ni doim xalqaro shartnoma ustun. Mana easy. Demak, bu nima degani? Xalqaro shartnoma qo'llaniladi. Chunki xalqaro shartnoma o'sha yurisdiksiyasi bo'yicha yuqoriroq turadi qonunchilikdan ko'ra. Davom etamiz. Oilaviy huquqlarni amalga oshirish va himoya qilish. Endi oilaviy huquqlarni amalga oshirish va himoya qilish. Oilaviy huquqlar nima ekan? Shuni avval ko'rib chiqishimiz kerak. Oilaviy huquqlarni amalga oshirish 10-modda oilaviy huquqlarni amalga oshirish va oilaviy majburiyatlarni bajarish. Endi ikkiga bo'linyapti. Oilaviy huquqlar bor, oilaviy majburiyatlar bor ekan. Fuqarolar oilaviy munosabatlarda kelib chiqadigan huquqlarini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etadilar. Xo'p, buni bilamiz. Oilaviy munosabatlarda qanaqa huquq bo'lishi mumkin? Masalan, bolaga nom berish huquqi, erkin kasb tanlash huquqi, masalan, qaysi uyda yashash huquqi, qaysi uyni sotib olish huquqi. Oila a'zolarining o'z huquqlarini amalga oshirishlari hamda o'z majburiyatlarini bajarishlari oilaning boshqa a'zolari va o'zga shaxslarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini buzmasligi shart. Demak, boshqa oila a'zosiga bu putur yetkazmasligi shart. Ya'ni birovni o'zining, ya'ni oilada a'zosi sifatida o'z huquqingizdan foydalanmoqchi bo'lib, boshqa bir shaxsning huquqini cheklashingiz yoki uni buzib qo'yishingizga yo'l qo'yilmaydi. Xo'sh, yaxshi, tushunarli. Davom etamiz. Oilaviy huquqlarni himoya qilish. Oilaviy huquqlarni himoya qilish sud tomonidan fuqarolik sud ishlarini yuritish qoidalari bo'yicha ushbu kodeksda nazarda tutilgan hollarda esa vasiylik va homiylik organlari yoki boshqa davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Oilaviy huquqlarni himoya qilish ushbu kodeksning tegishli moddalarida nazarda tutilgan usullarda amalga oshiriladi. Xo'p, oilaviy huquqlarni himoya qilish deyilyapti. Oilaviy huquqlarni himoya qilish sud tomonidan fuqarolik sud ishlarini yuritish qoidalari bo'yicha ushbu kodeksda nazarda tutilgan hollarda esa vasiylik va homiylik organlari. Xo'p, oilaviy huquqlarni himoya qilish deganda nima bo'lyapti? Endi bundan nimani bilishimiz mumkin? Oilaviy huquqlarni qaysi organlar himoya qiladi deyapti. Nima orqali himoya qilishimiz mumkin? Endi o'shalarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa himoya qilish vositalari. Xo'p, yaxshi. Tushunarli. Oilaviy huquqlarni himoya qilishda sud tomonidan, mana fuqarolik sudi ishlarni yuritish qoidalari asosida, shu sud tomonidan degan. Xo'p, shuningdek vasiylik va homiylik organlari tomonidan yoki boshqa davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Demak, bizda 3 ta asosiy institut sanaldi. Bular qaysi? Sud, vasiylik va homiylik organlari va bular nima qilar ekan? Oilaviy munosabatlarda oilaviy huquqlarni himoya qiluvchi institut sifatida qaralar ekan. Yaxshi. 12-modda oilaviy munosabatlarda da'vo muddatining qo'llanilishi. Da'vo muddati nima? Oilaviy munosabatlardagi da'vo muddati. Xo'p, da'vo muddatini hozir tushunamiz.
Mana davom muddatini ko'k bilan belgilab qo'yaman. Oilaviy munosabatlardagi davom muddati to'g'risida tushuncha olishimiz kerak. Oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan talablarga nisbatan da'vo muddati joriy qilinmaydi. Demak, oilaviy munosabatlarda kelib chiqadigan talablarga nisbatan da'vo mavjud emas ekan, muddati joriy qilinmaydi. Ushbu kodeksda belgilangan hollar bundan mustasno. Ya'ni ayrim hollar mavjud ekan, bu bundan mustasno. Ya'ni unga da'vo muddati joriy qilinadi. Da'vo muddatini belgilovchi normalar qo'llashda O'zbekiston sud O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga amal qiladi. Demak, da'vo muddatini qo'llashda Fuqarolik kodeksiga amal qilinar ekan. Yaxshi. Easy. Da'vo muddatini qo'llash. Harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Yaxshi, xo'p. Davom muddati nimaligini ko'rib o'tamiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun mana oilaviy munosabatlarda da'vo muddati nima? Oilaviy munosabatlarda da'vo muddati bu sudga murojaat qilish mumkin bo'lgan qonuniy vaqt oralig'idir. Ya'ni shaxs o'zining buzilgan huquqini sud orqali himoya qilish uchun belgilangan muddat ichida da'vo kiritishi kerak. Xo'p, demak, ma'lum bir shaxs o'zini buzilgan huquqini himoya qilish uchun belgilangan muddat ichida sudga murojaat qilishi mumkin ekan. Oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan da'volarga odatda da'vo muddati qo'llanilmaydi. Masalan, mol-mulk bilan bog'liq nizolar, masalan, er-xotin umumiy mol-mulkni bo'lishi. Da'vo muddati 3 yil. Xo'p, bu nimaga 3 yil da'vo muddati qo'llanilmaydi deyapti, lekin 3 yil deb belgilanyapti. Mana bu yerda qaraymiz, da'vo muddatini belgilovchi normalarni qo'llashda sud O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida amal qiladi. Fuqarolik kodeksiga amal qiladi. Nimaga amal qiladi? Chunki bundan belgilangan hollarda mustasnodir. Ya'ni ayrim hollar bundan mustasno ekan. Ya'ni ayrim hollarda da'vo muddati qo'llanilishi ham mumkin ekan. Bu qaysi hollarda? Er-xotinning umumiy mol-mulkni bo'lish natijasida ajrashayotgan paytda 50% xotiniga o'tib ketadi deyiladi-yu, mana shu narsa. Xo'p, 3 yil ichida bo'ladi. Keyin masalan nikohni haqiqiy emas deb topish bilan bog'liq ayrim holatlarda qonunda aniq muddatda belgilangan bo'lishi mumkin. Xo'p, buni tushundik. Asosiysi, ya'ni qanaqadir oilaviy munosabatlarda kelib chiqadigan da'volarni amalga oshirish uchun da'vo muddati qo'llanilmaydi demoqchi. Tushunarli. Nikoh tuzish tartibi va shartlari. Nikoh bo'limiga keldik, ikkinchi bo'lim. Nikoh tuzish tartibi qanaqa bo'ladi? Xo'p, 13-modda. Nikoh FHD organlarida amalga oshiriladi, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida tuziladi. FHD yo'q bo'lardi-yu. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish. Mana shu, qaror shu. FHD yo'q. Fuqarolik holati dalolatnomasini yozish. Diniy rasm usullariga binoan tuzilgan nikoh haqiqiy emas. Demak, qaraymiz. Faqat nikoh o'zini o'qitib, lekin hujjatsiz bo'lsa agar bu narsa nikohdan o'tdi degani emas, ya'ni noqonuniy hisoblanadi. Nikoh tuzish nikohlanuvchilarni fuqarolik holat dalolatnomasini qayd etish organlariga ariza berganlaridan keyin 1 oy o'tgach shaxsan ularning ishtirokida amalga oshiriladi. Demak, shaxsan o'zining ishtirokida 1 oy o'tgandan so'ng, ya'ni avval ariza berilar ekan, e'tibor qilamiz, ariza berilgandan so'ng 1 oy o'tib, moment sirazi ya'ni o'sha joyida nikohdan o'tkazib qo'ymasgan. Nikohdan o'tkazilgan holatlar ham bor, o'z pastda ko'rib chiqamiz. Uzrli sabablar bo'lganda, mana uzrli sabablar bo'lganda degan joyini yashil qilamiz-u. Uzrli sabablar bo'lganda fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi 1 oy o'tgunga qadar nikoh tuzishga ruxsat berishi mumkin. Ya'ni 1 oy o'tgunga qadar nikoh tuzishga ruxsat berishi mumkin. 1 oy o'tgunga qadar. Xo'p. Demak, bu nima degani? Xo'p, o'zi odatda, normal holatda er-xotin, ya'ni o'sha turmush qurmoqchi bo'lgan ikki shaxs boradi, ariza topshiradi, aynan nikoh qurish bo'yicha va 1 oydan so'ng ular chaqiriladi, nikohdan o'tkaziladi. Uzrli sabablar mavjud bo'lsa,
Bu narsa 1 oy kutilmaydi, lekin o'sha 1 oy oralig'ida 20 kun bo'lishi mumkin, 15 kun bo'lishi mumkin, u 5 kun bo'lishi mumkin. Aniq emas. Masalan, shu 1 oy orasida bo'ladi. 1 oy kutilmaydi, 1 oydan kam muddatda bo'ladi. Xo'p, alohida hollar mavjud, alohida hollar belgilangan. Homiladorlik bo'lsa, bola tug'ilishi, keyin bir taraf kasalligi va boshqa sabablar bo'ladigan bo'lsa, nikoh ariza berilgan kuni tuzilishi mumkin. Qachon? Ariza berilgan kuni o'zida yo'q. Demak, uchalasining ham imkoni bor ekan, faqat alohida 3 ta belgilangan. Xo'p, birinchisi odatiy normal holat, ikkinchisi esa qanaqa holat? Uzrli sabablar holat, uchinchisi alohida holatlar. Alohida holatlarni yodlab olgan maqsadga muvofiq. Xo'p, nikoh tuzishda fuqarolik holat dalolatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni qonunga belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Qachonki FXDO aynan o'sha nikohni tuzishda rad etganda aynan qonun buzilishi mavjud deb ko'rilsa, undan yuqori turuvchi organga murojaat qilish huquqiga ega hisoblanadi. Xo'p, nikoh tuzishni ixtiyoriyligi. Nikoh tuzish ixtiyoriyligi 14-modda. Nikoh tuzish ixtiyoriydir, ya'ni ixtiyoriyligi uni asosiy sharti. Nikoh tuzish uchun bo'lajak er-xotin o'z roziligini erkin ifoda qilish kerak. Hech kim ularni majburlamasligi kerak. Qobiliyatiga ega, ya'ni o'zini o'sha anglay olishi kerakki, u erkin ifoda etishga qodir bo'lishi kerak, aynan nikoh qurmoqchi ekanligini. Ya'ni bu yerda aytmoqchi, erkin ifoda etish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni erkin ifoda etishi kerak deyilmayapti. Qobiliyatiga ega bo'lishi kerak degani, shu darajada yetuk bo'lishi kerak degan. Nikoh tuzishga majbur qilish taqiqlanadi, majburlash mumkin emas. Hatto u ota-onasi bo'lsa-da javobgarlikka tortilaveradi. 15-modda. Nikoh yoshi. Muhim joy. Nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilandi. Oldin, xo'p, ayollarga 17, erkaklarga 18 mi shunaqa edi. Adashmasam, keyin o'zgardi. Uzrli sabablar bo'lganda alohida hollarda, uzrli sabablar va alohida hollarda, ya'ni qachon? Homiladorlik, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsni to'la muomalalar yo'qotgan, ya'ni emansipatsiya holati bo'lsa, nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko'ra, qanaqa? Iltimosiga ko'ra. E'tibor qilamiz, o'zidan o'zi emas, iltimos qilar ekan. Iltimosiga ko'ra kim tomonidan? Aynan davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan joydagi nikoh, ya'ni o'sha FXDO organi qaysi tumanda bo'lsa, o'sha shahar hokimi yoki o'sha tuman hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga kamaytirishi mumkin. 1 yilga. Endi e'tibor qilamiz, ko'pi bilan 1 yilga, 2 yil demayapti, 3 yil demayapti. 1 yil deyilyapti. Nimaga 1 yil deyilyapti? Chunki at least 17 yoshda ham aynan o'sha ayol kishini yoki o'sha organizmi yetarlicha at least eng kamida oila qurishda yetarlicha tayyor bo'ladi. Endi undan yoshroq bo'lsa agar katta ehtimol bilan tayyor bo'lmaydi. Shu uchun ko'pi bilan 1 yilga kamaytirish mumkin deyilgan hisoblanadi. Bu to'g'risida hali Jinoyat kodeksida ancha moddalar bor, muhokama qilinadigan. Shu yerda chuqurroq qarab o'tib ketamiz. Hozircha shu yetadi shu yergacha. Xo'p, shunda shahar hokimidan iltimos qilinar ekan, ikkala tomon nikoh yoshi kamaytirilar ekan va shundan so'ng bizada o'sha zaksga borib turib, zaksdan qog'oz berilar ekan, bular nikohdan o'tganligi to'g'risida. Xo'sh, lekin odatda 18 yoshdan kichkina bo'lishi mumkin emas. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar qachon? Nikoh tuzishga loaqal bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida. Endi qaranglar, sanab o'tamiz. Qanday holatlar bor ekan nikoh tuzishga to'sqinlik qiladigan? Loaqal bittasi deyapti, ro'yxatga olingan boshqa nikohda tursa. Demak, bu degani o'zini xo'p, nikohida hali o'sha qonun jihatdan nikohida ayoli bo'lib turib, boshqasi bilan yana nikoh qurmoqchi bo'lsa, mumkin emas. Mumkin emas. Yana shuningdek, nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar. Xo'p, to'g'ri tutashgan, boshqacha qanday tutashgan, har xil bularni ko'rib chiqamiz hali keyingi moddalarda. To'g'ri tutashgan qarindosh qanaqa bo'ladi, yaqin qarindosh qanaqa bo'ladi, nasl-nasab shajara, shu narsalarni to'liq tushunib olamiz. Nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindosh degani, xo'p, aka-singil nikoh qurishi mumkin emas degan tushunyapsizlar. Shu daraja unaqa yaqin bo'lishi mumkin emas. Nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan bo'lishi mumkin emas. Tug'ishgan va o'gay aka-ukalar deyiladi bilan opa-singillar o'rtasida, shuningdek farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh qurish holatlari mumkin emas, taqiqlanadi. Xo'p, ikkinchi sharti shu ekan. Uchinchi sharti ruhiyatida buzilish bo'lsa.
ruhiy kasalligi bo'lsa, aqli zaif bo'lsa va sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, demak bizda 4 ta bo'ldi umumiy. Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilyapti, ruhiy jihatdan kasal. Xo'p, loaqal bittasi aynan nikohda turgan boshqa shaxslar o'rtasida aynan ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni o'sha nikohida boshqa shaxs bo'la turib, yana ikkinchisiga uylanmoqchi bo'lsa. Mana shunaqa holatlar kuzatilsa, taqiqlanadi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar sonini 16-modda esa saqlaymiz. 17-modda nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibi. Mana shu ozgina qiziqroq. Nikohlanuvchi shaxslar davlat sog'liqni saqlash tizimida muassasalarida bepul asosda tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Demak, nikohlanuvchilar nikohlanishdan oldin xo'p, nima topshirish kerak? Hujjat topshirish kerak. Ya'ni sog'lomligi to'g'risida mana shu hujjatni olish uchun davlat nimalariga, organlariga, o'sha kasalxonaga borib turib analiz topshiradi va analiz topshirishi tekin bo'ladi demoqchi. Tibbiy ko'rikdan o'tadi. Shu tibbiy ko'rikdan o'tish tekin bo'ladi. Ayol kishi, ya'ni erkakning sog'lomligini, erkak kishi esa ayolning sog'lom ekanligini o'sha ishonch komil bo'ladi. Nikohlanuvchi shaxslar 50 yoshdan oshgan bo'lsa, e'tibor qilamiz, 50 dan oshgan bo'lsa, 50 ga kirib turib endi uylanayotgan bo'lsa, shuningdek ushbu kodeksning 13-moddasining 5-qismida ko'rsatilgan alohida holatlar mavjud bo'lsa, tibbiy ko'rikdan o'z roziligi bilan o'tkaziladi. Demak, qaranglar. 13-moddasi 5-qismi degani mana bu yerda deyapti. Alohida hollar, mana shu hollarda deyapti. Mana shu ya'ni homiladorlik bo'lib qolsa, kasalligi bo'lsa yoki bola tug'ilishi amalga oshirilgan bo'lsa yoki yana shuningdek 50 yoshdan oshgan bo'lsa va ular nikoh qurish kerak-ku, to'g'rimi? Nikoh qurishdan oldin hujjat topshirish kerak. Ya'ni ikkalasi ham nimaligi to'g'risida, sog'lomligi to'g'risida. Lekin ular mana shu shartlar bo'lgandagina topshirishi, bu hujjat topshirishi o'zini roziligi bilan, ya'ni o'zi xohlamasa qilinmaydi. Ya'ni o'sha nima deydi? Tibbiy ko'rikdan o'tkazilmaydi. Agar bu shartlarning birontasiga to'g'ri kelmasa, tibbiy ko'rikdan o'tkazishi va o'tishi majburiy hisoblanadi. Davom etamiz. 17-moddani tushundik. 4-inchisi er-xotinning shaxsiy huquq va majburiyatlari. Pullik temaga keldik desam bo'ladi. Shaxsiy huquq va majburiyatlar. Xo'p. Yaxshi. 18-modda er-xotin huquq va majburiyatlarning vujudga kelishi. Qachon er va xotinning huquq va majburiyatlari vujudga keladi? Qachonki o'sha FHD organda er-xotin deb hisoblangandan so'ng vujudga keladi. Bu oddiy. Xo'p, 19. Oilada er-xotinning teng huquqligi, ikkalasi ham teng huquqqa ega va teng majburiyatga ega. Faqat teng huquq emas, teng majburiyati ham bor. Ya'ni bola tarbiyasida ikkitala tomon ham teng javobgar hisoblanadi. Er-xotinning familiya tanlash huquqi. Nikoh tuzish vaqtida agar xohlasa, er-xotin o'z xohishi bilan eri yoki xotinining familiyasini umumiy familiya qilib tanlaydi. Endi ko'pchilik hollarda aynan erining familiyasini umumiy qilib tanlash holatlari kuzatiladi. Lekin xotinning familiyasini umumiy qilish holatlari kam kuzatiladi, lekin imkon bor. Kimdir xohlasa, aynan xotinining familiyasini umumiy qilib turib o'tib ketsa bo'ladi bemalol. Er va xotindan birini o'z familiyasini o'zgartirishi boshqa birini familiyasini o'zgartirishiga olib kelmaydi. Demak, bittasi o'zining familiyasini o'zgartirsa, ikkinchisini o'zgarishga olib kelmaydi. Yaxshi. Tushunarli. 21-modda. Er-xotinning bolalar tarbiyasi va oila turmush masalalarini hal qilishi. Mana, oilaviy turmush masalalarida, oilaviy turmush masalalari nima bo'lishi mumkin? Savol. Bu uy tanlash, uyning lokatsiyasini tanlash, bola bog'chasini tanlash, qaysi bog'chaga borishi oddiy har qanday oilaviy masala bo'lishi mumkin. Va bolani tarbiyalash, bolani qanaqa qilib tarbiyalash, bu masalalarning barchasida er va ayol va erkak ikkalasi kelishib hal qiladi va bu ikkalasi ham teng huquqli hisoblanadi bu masalada. Tushunarli. 22. Er va xotinning o'sha mashg'ulotlari, kasb, turar joy tanlash huquqlari. Tepada aytganimdek, o'z kasbini tanlashda ham ikkalasi ham teng huquqli hisoblanadi, ya'ni erkin. Hech kim bilan majburlanmaydi. Masalan, sen bu yerda ishlaysan, bu yerda ishlamaysan deb qonuniy jihatdan eri majburlay olmaydi. Lekin bunday olib qaralsa, itoatkor ayol erining o'sha talabiga bo'ysunishi holatlari kuzatiladi va bu to'g'ri qaror. Er va xotin, lekin nima deydi? Qonun jihatdan olib qaralsa, masalan, ish joyini tanlashda, mashg'ulot turini tanlashda, o'sha kasbini tanlashda, turar joyini tanlashda ikkalasi ham huquq teng, hech kim bir-birini majburlay olmaydi. Erklidir, mana tanlashda erklidir. Xo'p, er va xotinning mulkiy huquq va majburiyatlarini olib qaraymiz. Mana bu yer soqqali tema. Mulkiy huquq va majburiyatlari. Er va xotinning umumiy mulki nima? Umumiy mulk o'zi nima? Umumiy mulkka savol. Umumiy mulk deganda nima tushuniladi desa, er va xotinning nikoh davomida orttirilgan mol-mulklari,
Xo'p, nikoh davomida orttirilgan mol-mulk ekan. E'tiborga olamiz. Qanaqa mol-mulk? Nikoh davomida orttirilgan mol-mulk. Xo'p, shuningdek, nikoh qayd etilgunga qadar bo'lajak er-xotinning umumiy mablag'lari hisobiga olingan. Nikoh qayd etilgunga qadar umumiy mablag' asosida. Agar qonun yoki nikoh shartnomasida boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, ularni birgalikdagi umumiy mulk hisoblanadi. Umumiy mulk hisoblanadi. Demak, nikoh qurgandan keyin bir tiyin topsa ham, yarim tiyini eriniki, yarim tiyini xotininiki. Nikohdan oldin esa ikkalasini birgalikda pul tashlab olgan narsasi birgalikdagi mulk bo'ladi. Lekin nikohdan oldingi har bir shaxsning o'zining shaxsiy mulk sifatida qolib ketaveradi. Umumiy mulkka aylanib qolmaydi. Er va xotinning nikoh davomida orttirgan mol-mulklari jumlasiga er va xotinning umumiy mol-mulki, er va xotin har bir mehnat faoliyatidan, tadbirkorlik faoliyatidan va intellektual faoliyat natijalaridan orttirgan daromadlari, ular tomonidan olingan pensiya, qarang, pensiya ham kirar ekan, umumiy daromadga, umumiy mulkka pensiya bo'lib kirar ekan. Nafaqa, shuningdek maxsus maqsadga mo'ljallangan boshqa pul to'lovlari, moddiy yordam summasi, mayib bo'lish, salomatligi, boshqa zarar yetkazish oqibatida mehnat qobiliyatini yo'qotganligi va boshqalar kiradi. Va bularning barchasi aynan umumiy mulk sifatida qaralar ekan. Shaxsiy mulk bo'lib qolmas ekan. Er va xotinning umumiy daromadlari hisobiga olingan ko'char-ko'chmas ashyolar, qimmatli qog'ozlar, paylar barchasi nima demoqchi? Aynan ikki kishining nomida bo'ladi. Ya'ni faqat bitta shaxsda ega sifatida turishi mumkin emas. Ya'ni buni egasi ikkita bo'ladi. Ya'ni umumiy mol-mulk degandan keyin ham ayol, ham erkak bunga nima bo'ladi? Egalik qilish huquqiga ega bo'ladi. Er va xotindan biri uy ro'zg'or ishlarini yuritish, bolalarni parvarish qilish bilan band bo'lgan yoki boshqa uzrli sabablarga ko'ra mustaqil ish haqi va boshqa daromadga ega bo'lmagan taqdirda ham er va xotin umumiy mol-mulkka nisbatan teng huquqqa ega bo'ladi. Teng huquqqa ega bo'ladi. Fermer xo'jaligi va dehqon xo'jaligi a'zolarining birgalikdagi mulki bo'lgan mol-mulkka nisbatan er va xotinning egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish huquqlari fermer xo'jaligi va dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunlar bilan belgilanadi. Demak, agar fermer xo'jaligi va dehqon xo'jaligi a'zolari birgalikdagi mulki nima demoqchi? Er va xotin yashayapti. Endi ajrashmoqchi. Uyda 20 ta mol bor, qora mol. Buni bo'lish kerak. Chunki 20 ta qora mol ham har bittasi 2 milliondan hisoblansa, ancha pul bo'ladi. Xo'p, buni teng ikkiga bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'lamiz? Sen 10 ta mol ol, men 10 ta mol olaman, unaqa bo'lmaydi. Xo'p, nima orqali tartibga solinadi? Fermer xo'jaligi va dehqon xo'jaligi to'g'risida qonun bor. Mana shu orqali mulk ikkiga bo'linadi. Ya'ni adolatli ikkiga bo'linish imkoni mana shu holatda bo'ladi. Fermer xo'jaligi va dehqon xo'jaligi mol-mulkni bo'lish O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksini yana shuningdek deyapti. Fuqarolik kodeksi 223 va 225-moddalar nazarda tutilgan qoidalar asosida amalga oshiriladi. Demak, 223, 225-moddalarni ham hisobga olgan holda bo'lib chiqilar ekan. 24. Er va xotinning umumiy mol-mulkka ega qilishi va undan foydalanish va uni tasarruf etish. Demak, er va xotin ularni birgalikdagi umumiy mulki bo'lgan mol-mulkka ega qilish va undan foydalanish, uni tasarruf etishda teng huquqqa ega. Demak, ikkalasining ham huquqi teng. Bittasining huquqi ko'proq, bittasini kam emas. Er ko'p pul topadi, ayol kamroq pul topadi. Shuning uchun ko'proq narsa oladi degan narsa emas. Chunki ayol ham agar u uyda farzandlariga qaramaganda edi, u ham o'zini bir kasbini egasi bo'lishi mumkin edi. Lekin u bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, ishlay olmagani sababli umumiy mulkka ega bo'ladi. Shunaqangi holatlar ham mavjud. Hattoki o'sha uyda farzand tarbiyasi bilan nima deydi, mashg'ul bo'lib turgan holatda ham qachon qaysidir holatlarda aynan bu umumiy mol mulkka ega bo'lmagan holatlar kuzatilishi mumkin. Hali qonunda ko'rib chiqamiz. Er va xotindan birining umumiy mol mulkini tasarruf etishi bilan bog'liq bitim tuzilganda, bu harakat boshqasining roziligiga ko'ra amalga oshirilayotganligini anglatadi. Er xotindan birining umumiy mol mulkini tasarruf etishi yuzasidan amalga oshirgan bitimni boshqasining bunga roziligi bo'lmaganligi sababligini bildirgan talabiga binoan va faqat bitimni amalga oshirgan ikkinchi tomon amalga oshirilgan bitim yuzasidan er xotin rozi emasligi, bitimni amalga oshirgan ikkinchi tomon amalga oshirgan bitim yuzasidan er xotin rozi emasligi oldindan bilgani yoki bilishi lozim bo'lgani isbotlangan hollarda sud tomonidan haq emas deb topilishi mumkin. Xo'p, qaranglar. Shunaqangi bir bitim tuzilyapti. U bitim nima bo'lyapti? Erini mol-mulkini o'rtaga qo'yyapti u bitim. Ya'ni shu bitim orqali eri o'z mol-mulkidan ayrilib qolishi mumkin yoki uni nimadir sotib yuborishi mumkin yoki qandaydir ish amalga oshirishi mumkin va shunda
umumiy mol-mulkning bir qismi bo'lgan erning qanchadir o'sha mulkiga ta'sir qilishi mumkin. U erini mulki bo'lsa-da, xo'p, erining nomida turgan bo'lsa-da, ayolini ham unda hissasi bor. Shu uchun ham bilsangiz agar dadalarimiz yo mashinani sotganda doimo o'sha onamiz bilan birga borishadi. Nimaga? Rozilikni berish uchun. Nimaga rozilik kerak desa agar, umumiy mol-mulk hisoblanadi u narsa. Ya'ni u faqat otani mulki emas, u yerda onaning ham hissasi bor deyilgan. Ya'ni 50% onaniki. Notariusga borganda roziman sotishga deb imzo qo'ygandan so'nggina sota oladi. Bo'lmasa sotib bermaydi. Xo'p, agarki shunaqangi bir bitim tuzilsa-yu, undan ikkinchi tomon, ya'ni ayol kishi xabar topmagan bo'lsa va keyinchalik xabar topgan taqdirda o'sha tuzilgan bitim haqiqiy emas deb topiladi. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Er-xotin o'zining nomiga rasmiylashtirgan umumiy ko'chmas mol-mulkni tasarruf etish bo'yicha bitim tuzishi uchun xotin erning notarial tartibda tasdiqlangan roziligini olishi bo'yicha bitim tuzishi uchun xo'p, tartibda tasdiqlangan rozilikni olish uchun olishi lozim. Demak, er-xotin deyapti, o'zini nomiga rasmiylashtirilgan rasmiy ko'chmas mulk, umumiy ko'chmas mol-mulkni tasarruf etish bo'yicha bitim tuzish uchun xotin erning notarial tartibda tasdiqlangan roziligini olishi lozim. Tushunarli. Ko'rsatilgan bitimni tuzishga notarial tartibda tasdiqlangan roziligi olinmagan er yoki xotin mazkur bitim amalga oshirilganligini bilgan yoki bilishi lozim bo'lgan kundan boshlab 1 yil davomida bu bitimni sud tartibida haqiqiy emas deb topishga talab qilishga haqli. Demak, er yoki xotin ikkalasidan birini roziligisiz bitim tuzdi va bitimni amalga oshirdi. Bitim amalga oshirilganiga 1 yildan ko'p vaqt bo'lmadi va bundan ikkinchi tomon xabardor bo'ldi. Va bu yuzasidan sudga murojaat qilish orqali u bitimni haqiqiy emas deb topib, o'z mol-mulkini qaytarib olish huquqiga ega hisoblanadi. Tushunarli? Er va xotinning har birining mulki. Demak, har birining mulkini ham ko'rib chiqamiz. Har birining mulki qanaqa bo'ladi? Er va xotinning alohida shaxsiy mulki ham mavjud. Er va xotinning nikohga qadar o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulki, shuningdek deyapti, ulardan har birining nikoh davomida hadya, meros tariqasida yoki boshqa bepul bitimlar asosida olgan mol-mulki ulardan har birining o'z mulki hisoblanadi. Nikoh davomida er-xotinning umumiy mulki yoki ulardan har birining mol-mulki yoxud er va xotindan birining mehnati hisobiga mol-mulkning qiymati ancha oshishiga olib kelgan mablag'lar, ya'ni kapital ta'mirlash, qayta qurish, qayta jihozlash boshqa qo'shilgan aniqlansa, er yoki xotindan har birining mol-mulkini uning birgalikda mulki deb topish mumkin. Demak, qonunni mana shu moddadan tushuntiradigan bo'lsam, 25-modda er-xotinning nikohga qadar bo'lgan o'zining nomida bo'lgan tegishli shaxsiy mol-mulki o'zining shaxsiy mulki sifatida qarab qolinadi. Lekin o'sha shaxsiy mol-mulkiga ikkinchi tomonning mehnati singsa, remont uchun pul bersa, mana kapital ta'mirlash, qayta qurish, qayta jihozlash pul rasod qilyaptimi o'zidan va o'shanda qanaqa mulk bo'lishidan qat'iy nazar ushbu mulk er-xotin umumiy mulkiga avtomatik aylanib qoladi. 26-modda er va xotinning shaxsiy foydalanishdagi buyumlari. Shaxsiy foydalanishdagi buyumlar. Qimmatbaho buyumlar, zebu ziynatlarda boshqa shaxsiy foydalanishdagi buyumlar, kiyim, bosh, poyabzal va boshqa shu kabilar garchi nikoh davomida er va xotinning umumiy mablag'i hisobiga olingan bo'lsa ham, ulardan foydalanib kelgan er va xotinning xususiy mulki hisoblanadi. Demak, qimmatbaho buyumlar, zebu ziynatlar va boshqa narsalar aynan umumiy mulk sifatida bo'linmaskan, shaxsiy foydalanishda umumiy mablag' hisobiga olingan bo'lsa-da, aynan u har o'sha kim foydalanayotgan bo'lsa ham o'sha tomonning o'zini shaxsiy mulki sifatida qolib ketadi, uni talab qilib so'rab olishga haqqi yo'q. Ya'ni masalan, uziga sotib olib beruvdim, shuni davay ol, 2 ga bo'lamiz, yoxud ko'zda uzuk edi. Bunaqa talablar o'tmaydi. 26-modda er va xotinning shaxsiy foydalanishdagi buyumlarni ko'rib chiqdik. 27-modda er xotinning umumiy mol-mulkni bo'lish tartibi. Er va xotinning umumiy mol-mulkni bo'lish er va xotindan birining talabiga ko'ra, demak bir kishi talab qilar ekan. Xo'p, birining talabiga ko'ra Xo'p, birining talabiga ko'ra, xo'p, ana qarang, ikkalasi talab qilishyapmiz ekan, bittasi talab qilsa ham bo'laverar ekan. Er xotinning birining talabiga ko'ra
ular nikohda bo'lgan davrda ham, nikohdan ajralgandan keyin ham. Ko'ryapsizmi? Nikohda bo'lsa ham, nikohdan ajralgandan keyin ham. Shuningdek, kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruv qaratilgan paytda umumiy mol-mulkni bo'lish talabi bilan arz qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin. Er va xotinning umumiy mol-mulki er va xotin o'rtasida o'zaro kelishuv asosida bo'lib olinishi mumkin. Er va xotinning xohishi bilan ularning umumiy mol-mulkini bo'lish to'g'risida o'zaro kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Demak, qaraymiz, uchta holatda aynan er va xotin o'rtasidagi umumiy mulk bo'linar ekan. Qachon? 1. Ikkalasidan bittasini talabiga ko'ra. Ikkinchisi, xo'p, nikohda bo'lgan davrda ham talab qilsa bo'ladi, nikohdan ajralgandan keyin ham talab qilsa bo'lar ekan. Yana shuningdek, kreditor er yoki xotinni aynan kredit olgan, kreditni to'la olmayapti, zalogga qo'ygan narsasi uyi ketyapti. Uy erning nomida bo'lsa-da, u umumiy mulk. Unga ayolning roziligi kerak va aynan undan o'z ulushini olish kerak. Shu holatda er va xotinni o'rtasidagi mol-mulk bo'linadi va erning mulki nima bo'lsa, shunga yarasha qaratiladi. Unga nisbatan o'sha kreditor tomonidan zalogga qo'yilgan summadagi qiymatdagi narsaga qaratiladi aynan erning mol-mulkidan. Mana shu holatda er xotin o'rtasidagi mulk bo'linish holatlari kuzatilishi mumkin. Xo'p, va bu narsa notarial tartibda tasdiqlanadi. Nizo tug'ilgan hollarda er va xotinning mol-mulkini bo'lish, shuningdek er va xotinning bu mol-mulkdagi ulushini aniqlash sud tomonidan amalga oshiriladi. Nizo bo'lgan taqdirda bu narsa sud tomonidan amalga oshiriladi. Umumiy mol-mulkni bo'lishda sud er xotinning har bir mulkini qaysi qismi berilishi lozimligini aniqlaydi. Er xotinga qarashli xo'p, ulushdan oshiq qiymatga ega bo'lgan xo'p, mol-mulk berilgan hollarda xotin yoki er unga tegishli miqdorda pul o'ziga kompensatsiya belgilanishi mumkin. Bu nima degani? Kompensatsiya belgilanishi mumkin degani, xo'p, masalan, xotini aytadi, menga mana shu mashina bo'lsin, siz uyni oling, lekin mashinaning ustiga $20,000 qo'shib bersangiz, shu bilan kelishib ketamiz degandek bo'ladi. Shunga qoplaydi degan. Rozi bo'lsa, umumiy bo'ladi, bunisi mashinali bo'ladi. Xo'p, zato uy bilan miqdorini tenglik qilish uchun $20,000 ustiga pul beradi. Xo'p, oilaviy munosabatlarda tugatilganda sud er va xotinning alohida yashagan davrda orttirgan mol-mulklarni har birini o'z mulki deb topadi va uni bo'layotgan paytda hisobga olmaydi. Voyaga yetmagan bolalar ehtiyojini qondirish uchun olingan buyumlar, kiyim-bosh, poyabzal va maktab va sport jihozlari, musiqa asboblari va boshqalar bo'linmaydi va bolalar kim bilan bo'lsa o'sha bilan kompensatsiyasiz o'tib ketadi. Er xotin mol-mulki hisobidan o'rtasidagi voyaga yetmagan bolalar nomiga qo'yilgan omonatlar barchasi bolaning o'zi nomida turadi. Uni bo'lishda hech qanaqangi hisobga olinmaydi va bola 18 yoshga to'lgandan keyin uni o'zi tasarruf eta boshlaydi. Er xotin mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo'lgan taqdirda er va xotinning mol-mulkini bo'linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularni birgalikdagi umumiy mulkni tashkil qiladi. Xo'p, bu yerda nima deyilyapti? Er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda turgan davrda bo'lgan taqdirda er va xotin mol-mulkning bo'linmay qolgan qismi, shuningdek er va xotin tomonidan ular nikohda turgan davrda orttirilgan mol-mulk keyinchalik ularni birgalikdagi umumiy mulkini tashkil qiladi. Xo'p, nikohdan ajralgan er va xotinning mol-mulkini bo'lish to'g'risida talablarga nisbatan 3 yillik davom muddati qo'llanadi. Demak, nikohdan ajralgandan so'ng 3 yil ichida xo'p, o'zini huquqini talab qilib, narsalarni so'rab olsa, o'sha umumiy mulkni bo'lishni talab qilsa qiladi. Agar talab qila olmasa, shu bilan bo'linmay qolib ketadi. Talab qilish huquqidan mahrum bo'ladi. Xo'p, biz aytayotganimiz tepada aytilgan narsa. Xo'p, ayoli bilan kelishib turib, aynan er xotin anchadan beri yashayapti. Erini kreditini to'la olmadi, undiruv tushdi. Va bu paytda ular majbur bo'lishdi mol-mulkni nima deydi, bo'lishga. Ya'ni umumiy mulkni bo'lishdi. Umumiy mulk to'liq bo'linmadi. Faqat o'sha uy bo'lindi. Uyga undiruv tushgan paytda, undiruv tushgan qismini erning hisobidan olishdi va ayolning hisobida esa qoldi, masalan, o'zining ulushi. Keyinchalik yana ular 2-3 yil yashagandan so'ng ularning yana gap qo'shdi. Gap qo'shgandan so'ng endi ajrashish yoqasida turibdi, ajrashyapti. Bu holatda undan oldin ular umumiy mulkni qisman xo'p bo'lishgandi, qisman umumiy mulkni bo'lganda, ya'ni uyni bo'lganda, mashina va boshqa narsalar uchastkalar qolib ketgan. Mashina uchastkasi hali ham ularning umumiy mulk hisoblanadi. Umumiy mulkini ekanligini bildiryapti. Ya'ni qisman bo'lib turib, keyinchalik qolganini bo'lib olsa bo'ladi demoqchi. 29-modda. Mana bu yerdan o'zim mana shu yerni tushuntirib o'tdim. 28-modda. Er xotin umumiy mol-mulkni bo'lishda ulushlarni aniqlash. Ulushlar qanaqa aniqlanadi? Ulushlar shu mol-mulkning ulushlarini aniqlashda agar er xotin o'rtasida nikoh shartnomasida boshqacha hol ko'rsatilmagan bo'lsa, ulushlar teng hisoblanadi. Ulushlari teng ekan. Boshqacha qoida belgilanmasa.
Xo'p. Sud voyaga yetmagan bolalar manfaatlaridan va er va xotindan birini e'tiborga loyiq manfaatini hisobga olib, jumladan agar er yoki xotin uzrsiz sabablarga ko'ra daromad olmagan bo'lsa, yoxud er va xotinning umumiy mol-mulkini oilaga manfaatlariga zarar yetkazgan holda sarflagan bo'lsa, er va xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushlar tengligidan chekinishga haqlidir. Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo'lishda er va xotinning umumiy qarzlari ularga belgilangan belgilangan urushlarga mutanosib ravishda har ikkalasi o'rtasida taqsimlanadi. Agar er va xotindan biri umumiy mol-mulkni er va yoki xotinning erkiga zid ravishda va oila manfaatlariga mos bo'lmagan holda o'z xohishiga ko'ra sarflagan yoki boshqa shaxsga o'tkazgan bo'lsa, uni bo'lishda bu mol-mulk uning qiymatiga hisobga olinadi. Demak, er haddan tashqari ichib turib, xo'p, ayoli bilan o'rtasidagi munosabatlarni buzmoqchi bo'lsa va bu orada xo'p, ayoli bilan o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmagan sababli boshqa bir ayolga sababsiz o'zining nomidagi narsalarni o'tkazaversa, bu holatda ajrashish yoqasidagi oila ajrashayotgan paytida, aynan umumiy mulk bo'linayotgan paytda eri o'tkazgan, sababsiz o'tkazgan, oilaviy munosabatlar manfaatiga, oilaviy manfaat keltirmaydigan xo'p qilgan xarajatlari, oilaviy jihatdan manfaat keltirmaydigan qilgan xarajatlari aynan umumiy mulkni bo'layotgan paytda hisobga olinadi. Bu yerda qiymatga hisobga olinadi degan. Er-xotin mol-mulkning shartnomaviy tartibi 29. Nikoh shartnomasi. Yaxshi, nikoh shartnomasi nima? Nikoh shartnomasi shartnomaviy tartib to'g'risida ketyapti. Nikoh shartnomasi ham juda qiziq mavzu. Nikoh shartnomasi nikohlanuvchi shaxslarni yoki er va xotinning nikohda bo'lgan davrida, ya'ni nikohda bo'lgan davrida bo'lishi mumkin va er va xotindan nikohdan ajratilgandan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuv nikoh shartnomasi deb hisoblanadi. Ya'ni er-xotin ikkalasi ham o'ziga to'q oiladan, ikkalasining ham mashinasi, uyi, yetarlicha puli bor. Ikkalasi ham tushunadigan. Xo'p, ya'ni o'sha Yevropacha madaniyat deymizmi? Chunki Yevropada bu ancha rivojlangan. Xo'p, shunaqangi mindset bilan, ya'ni o'sha fikrlash bilan o'sgan oila, ya'ni bir-birini to'g'ri tushunadi. Agar ajralib qolgan taqdirimizda ham mol-mulkni ustida talashmaymiz va easy ajrashib ketamiz degan maqsadda kimni mol-mulki nima, kimni narsasi kimniki ekanligi nikoh shartnomasida belgilanadi va ajratayotgan paytda mol-mulk talashilmaydi. Nikoh shartnomasi mana shu narsani anglatadi. Nikoh shartnomasini tuzish, nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatiga olingunga qadar ham qilinishi mumkin. Ya'ni hali ro'yxat nikoh bo'lmasdan turib ham, shuningdek nikoh davrida ham tuzilishi mumkin. Nikoh davlat ro'yxatiga olingunga qadar tuzilgan nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab kuchga kiradi. Demak, qachon kuchga kiradi? Qachonki aynan nikoh rasmiylashtirilgandan keyin kuchga kirishi mumkin. Xo'p, nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanadi. Demak, notarial tartibda tasdiqlanadi. Nikoh shartnomasining mazmuni ham juda katta. Mazmuni er-xotinning barcha mol-mulkiga nisbatan qo'llaniladi. Xo'p, egalik qilish tartibi o'rnatishga haqli bo'ladi. Nikoh shartnomasi er va xotinning mavjud mol-mulkiga ham nisbatan, qarang, bo'lg'usi mol-mulkiga ham nisbatan tuzilishi mumkin. E'tibor qilamiz. Bo'lg'usi kelajakdagiga nisbatan ham tuzish mumkin ekan. Ko'ryapsizlarmi? Kelajakdagi mol-mulkka nisbatan ham, hozirgi mol-mulkka nisbatan ham xo'p, qandaydir shu nikoh shartnomasi qo'llash mumkin. Er va xotin nikoh shartnomasida o'zaro moddiy ta'minot berishi, oila xarajatlarini ko'tarishi va hokazo mana shu yerdagi narsalarni kiritishga haqli. Nikoh shartnomasida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlar muayyan muddat bilan cheklanishi yoki muayyan shart-sharoitlari yuzaga kelish yoxud kelmasligi bilan bog'liq qilib qo'yilishi mumkin. Demak, nikoh shartnomasini nechidir yillik qilib belgilash mumkin ekan yoki qanaqadir holat yuzaga kelgan taqdirda, masalan, bola tug'ilishi bilan belgilanishi mumkin yoki nimadir bilan, qanaqadir hodisa bilan belgilab qo'yilishi mumkin. Nikoh shartnomasi er-xotinning huquq layoqati va muomala layoqatini, ularning o'z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqlarini cheklashni, er-xotin o'rtasidagi shaxsiy nomulkiy munosabatlarni va er-xotin o'rtasiga nisbatan bolalarga nisbatan bo'lgan huquq va majburiyatlarni tartibga solishni kiritish mumkin emas. Demak, nikoh shartnomasida aynan oilaviy munosabatlarni kiritish mumkin emas. Ya'ni nikoh shartnomasiga olib kelib turib, aynan sen bilan urushib qolgan paytda sudga murojaat qilish huquqing bo'lmaydi yoki nimadir kabi kamsituvchi, cheklovchi shartlar kiritilishi mumkin emas nikoh shartnomasida. Nikoh shartnomasini o'zgartirish va bekor qilish tartibi nikoh shartnomasi er-xotinning kelishuvi bilan istalgan vaqtda o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Nikoh shartnomasi qanday shaklda tuzilgan bo'lsa, ya'ni yozma, notarial tartibda qilingan, mana shu tartibda bekor qilinadi.
Nikoh tugatilib, paytdan boshlab nikoh shartnomasini amal qilish muddati ham tugaydi. Nikoh shartnomasida nikoh tugatilgandan keyingi davr uchun ham nazarda tutilgan majburiyatlar bundan mustasno. Demak, nikoh tugagandan so'ng nikoh shartnomasi ham tugaydi. Lekin ayrim holatlar bor. Aynan nikoh tugagandan so'ng ham unga moliyaviy jihatdan aynan bog'liq hisoblanadi va majburiyatlar nikoh tugatilgandan so'ng ham bajarib boriladi. Chunki u nikoh shartnomasida belgilangan. 33-modda nikoh shartnomasini haqiqiy emas deb topish. Nikoh shartnomasi Fuqarolik kodeksida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha to'la yoki qisman haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Nikoh shartnomasining shartlari aynan ushbu kodeksni 5-qismining talablariga zid kelsa, ya'ni qanaqa er-xotin bir-birining huquqini cheklagan taqdirda, masalan, xotinini kamsituvchi yoki uni nimasini ayrim huquqlarni cheklovchi, sudga murojaat qilish huquqini, muomala layoqatini yoki huquq layoqatini cheklovchi qanaqadir shartlar kiritilsa, nikoh shartnomasi avtomatik haqiqiy emas deb topiladi. Uni nikoh shartnomasi deb qarab ham o'tirilmaydi, to'la yoki qisman miqdorda haqiqiy emas deb qaraladi bo'ldi. Haq undirishni er-xotinning mol-mulkiga qaratish. Demak, erning majburiyatlari bo'yicha haq undirish faqat uni mol-mulkiga qaratilishi mumkin. Xo'p, ushbu mol-mulk yetarli bo'lmagan taqdirda haq undirishni er-xotinning mol-mulkiga qaratish uchun kreditor qarzdor er va xotinning ulushini er-xotinning umumiy mol-mulkidan ajratib undirib berilishini talab qilishga haqlidir. Demak, eri kredit olgan, xo'p, ayoli bilan bir oilada yashaydi. Kreditni to'la olmadi. Ayolini nomidagi mol-mulk ko'p, erining mol-mulkida mol-mulk ko'p emas. Xo'p, kreditor kelyapti, erini nomidagi narsalar yetmayapti va lekin kreditor o'zini xo'p pulini chiqarib olishi kerak va bunda qonuniy jihatdan ayolini mol-mulki umumiy mol-mulkka nisbatan ham undiruvni qaratish mumkin, chunki eri tomonidan olingan pul miqdori aynan oilaviy manfaatlar uchun foydalanilgan hisoblanadi. Agar sud majburiyatlar bo'yicha orttirilgan barcha ashyolar oila ehtiyojlari uchun ishlatilganligini aniqlasa, er-xotin umumiy majburiyatlari bo'yicha er va xotinning majburiyatlari bo'yicha haq undirish er-xotin umumiy mol-mulkiga qaratiladi. Aniqlanishi kerak ekanda, lekin o'sha olingan kredit umumiy oila budjeti uchun ishlatilindimi yo ehtiyoji uchun ishlatilindimi? Bu mol-mulk yetarli bo'lmagan taqdirda er-xotin ko'rsatib o'tilgan majburiyatlar yuzasidan ularning har biriga qarashli mol-mulk bilan sherik javobgar bo'ladilar. Mablag' agar er-xotin umumiy mol-mulki ularning bir tomonidan jinoiy yo'l bilan topilgan mablag' hisobiga orttirilgani yoki ko'paygani sud hukmi bilan aniqlangan bo'lsa, haqni undirishga tegishli ravishda er-xotinning umumiy mol-mulkiga yoki uni bir qismiga qaratilishi mumkin. Er-xotin voyaga yetmagan bolalarga yetkazgan zarar uchun javobgarligi fuqarolik qonunchiligi bilan belgilanadi. Voyaga yetmagan bolalarga yetkazgan. Demak, agar voyaga yetmagan bolasi er-xotinning voyaga yetmagan bolasi zarar yetkazsa, u uchun ota-onaning javobgar hisoblanadi Fuqarolik kodeksida belgilangan to'g'risida. 35 nikoh shartnomasini tuzish, uni o'zgartirish, bekor qilish kreditlarni kafolatlari. Er-xotin nikoh shartnomasini tuzayotgani, uni o'zgartirayotgani yoki bekor qilayotgani to'g'risida o'z kreditordan xabar qiladi. Chunki nikoh shartnomasida aynan mol-mulk mavjud bo'ladi. Mol-mulk kimgadir sotyaptimi, nima qilyapti, mana shularni bilish kerak. Ushbu majburiyat bajarmagan taqdirda er yoki xotin nikoh shartnomasi mazmunidan qat'iy nazar o'z majburiyatlari bo'yicha javobgar bo'ladi. Demak, baribir ham javobgar bo'ladi. Aynan o'sha nikoh shartnomasi orqali o'zgartirish orqali o'zini o'sha kreditordan olingan qo'ygan zalogi yoki kreditorni uxlatmoqchi bo'lishga harakat qilsa-da, baribir kreditor qo'ygan majburiyatni bajarishga javobgar bo'lib qoladi xolos. Chunki kreditorni xabardor qilish kerak edi. Qarzdor er-xotinning kreditorlari sharoit jiddiy o'zgargani tufayli nikoh shartnomasining shartlarini qonunda belgilangan tartibda o'zgartirish yoki bekor qilishni talab qilishga haqli. 36 er-xotin o'rtasida mulkiy shartnoma munosabatlar. Er-xotin qonunda yo'l qo'yiladigan barcha mulkiy shartnoma munosabatlariga o'zaro kirishga haqlidirlar. Er-xotin o'rtasida tuzilgan, ulardan birining huquqlarini cheklashga qadar kelishuvlar haqiqiy hisoblanmaydi. Bundan oldin bu to'g'risida gaplashgandik. Xo'p, hozircha shular. 1-36gacha ko'rib chiqdik. Barchaga rahmat. Keyingi videolarga ko'rishguncha, xayr.